Muallif Xayrulla Kamolov. Ritsarlik orzusi va islom. Ertasi kuni kechqurun ishdan qaytayotgan Albert g'ira-shira qorong'uda ikki uy orasidagi tor yo'lakdan o'tayotgan edi. Albert bir odamni yo'lak chetida ko'rib qoldi. O'sha kishi yerda bir matoni yoyib, avval egildi, so'ngra tiz cho'kib qandaydir harakatlar qila boshladi. Albert beixtiyor to'xtadi va uni kuzata boshladi. O'sha odam ikki qo'lini birlashtirib, nimanidir pichirlab o'qidi-da, yuziga surtdi va sekin o'rnidan turdi. Bu holatni hayrat bilan tomosha qilgan Albert unga murojaat qildi. "Salom, ser. Bu yerda shu payt kechasi nima qilyapsiz?" Odam unga jilmayib qaradi. "Namoz o'qiyapman." Albert ko'zlarini kattaroq ochdi. "Namoz? Bu nima degani?" "Bu yaratuvchi Parvardigorga ibodat qilish", dedi kishi sokin, ammo ta'sirli ohangda. U ingliz tilida gapirayotgan bo'lsa-da, so'zlari Albertning yuragiga bevosita kirib borayotgandek tuyuldi. Albert hayratdan jim qoldi. Bu manzara, bu so'zlar uning yuragida avval his qilmagan iliq bir tuyg'uni uyg'otdi. Albert hayratdan ikki karra ta'sirlanib yana so'radi. "Lekin ibodatni men bilishimcha cherkovda yakshanba kuni qilishadi-ku." Kishi asta bosh irg'adi. "Ha, bu sizlarning diningizda shunday. Bizning islom dinida esa har kuni 5 mahal namoz o'qiladi. Aslida masjidda o'qish afzal, ammo masjid yaqin bo'lmasa, toza joy topsam, o'sha yerda ham o'qishim mumkin." Albert qiziqib so'radi. "Nima? Xohlagan joyda ibodat qilsa bo'laveradimi?" "Albatta", dedi kishi sokin ohangda. "Faqat joy pokiza bo'lishi shart." Albertning yuragidan iliq bir titroq o'tdi. Bu Albertning so'zlari unga g'alati tuyuldi, lekin o'ziga xos bir go'zallikni his etdi. Bir zum jim qoldi-da, odob yuzasidan so'radi. "Siz piyodamisiz?" "Ha", dedi kishi jilmayib. Albert darhol taklif qildi. "Unda marhamat, skuterga o'tiring. Sizni uy joyingizgacha olib borib qo'yaman." Kishi avval bosh chayqadi. "Yo'q, kerak emas. O'zim yetib olaman. Sizni ovora qilmayman." Ammo Albert qat'iy ohangda dedi. "Yo'q, nega ovora bo'larkanman? Marhamat, o'tiring." Kishi indamay rozi bo'ldi. Ular yo'lga tushishdi. Qorong'u ko'chalarda sokin shamol esar, atrofda faqat skuterdan chiqayotgan shovqin eshitilardi. Yo'l bo'ylab ketayotgan edilar. Birdan musulmon kishi yumshoq ohangda dedi. 5 daqiqa, to'xtang iltimos." Albert hayron bo'lib skuterni to'xtatdi. "Tinchlikmi?" dedi u hayronlik bilan. Kishi sekin tushdi. Yo'l o'rtasida yotgan katta toshni ko'tardi-da, qatnov yo'lidan chetga olib tashladi. So'ng hech narsa bo'lmagandek qaytib kelib skuterga o'tirdi. "Bo'ldi, endi ketaversak bo'ladi", dedi u xotirjam ohangda. Albertning boshi qotdi. "Hayronman", dedi u. "Nega siz bunday qildingiz? Axir shu toshni ko'rgan boshqa haydovchilar ham chetlab o'taverishyapti-ku. Sizda mashina ham yo'q. Indamay o'tib ketavering bo'lardi." Kishi mayin jilmayib javob berdi. "Dinim bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki yo'lda odamga ozor beradigan narsani olib tashlash bizning iymonimizning belgisi. Bu savob amal." Albert bu so'zlardan qattiq ta'sirlandi. "Qiziq", deb o'yladi u ichida. "Bu qanday din ekan o'zi? Hatto kichkina toshni yo'ldan olib tashlash ham savob sanalsa,
Bu din odamlarni yaxshilikka undarkan-ku. Oradan ko'p vaqt o'tmay ular manzilga yetib kelishdi. Albert atrofga qaradi. Joy tanish tuyuldi. Birdan yuragi hapriqib ketdi. Axir bu kechagi buyurtmani olib borgan o'sha uy-ku, deb o'yladi u hayrat bilan. Musulmon kishi esa skuterdan tushib, samimiy minnatdorlik bildirdi-da, bemalol yurib borib uyi eshigini ochdi. Albert ko'zlariga ishonmadi. Bu aynan kechagi musulmon qiz yashayotgan uy edi.